Usmonov. Erim o'tganda o'taman. Assalomu alaykum Dizipa. Mana prezidentimiz qarori bilan mana VIPlardan sizlarga zo'r yengilliklar qilib berdilar. Oson bo'lishi uchun. Shiftda o'tadi, bitta o'tyapmiz. Mana bugun Yaxshi birinchi bo'ldi. Zo'r qaror chiqdi. Men xursandman shunaqa. Mana O'zbekiston xursandman. xalqiga mana shunaqa yengilliklar qilib berdilar. Yana-chi mana aeroportda shiftda o'tkazamiz. Nega? Bu bedaligi bitta sizga o'tishi mumkin. To'g'risi? Men siz o'tolmayapsizmi? Usmonov. Erim o'tganda o'taman. Mana oddiy muxlis bo'lsangiz, Yulduz Usmonovaga nima degan savol bergan bo'lardingiz? Muxlis bo'laveradi, chunki Yulduz Usmonova juda hushyor xotin. Bitta. Yo'q, bitta emas, hushyor xotin. Mana nimadir demoqchingiz Sipda? Sipdan o'tyapman. Xo'jayin qayerda o'tsa, men ham shu yerda o'taman. Men VIPdan, xo'jayin Sipdan o'tolmaydi. To'ppa-to'g'ri. Sip bo'lsa, xotin Sipdan. Biz xalq ichidan ham o'taveramiz, agar erim bilan bo'lsa bas. To'ppa-to'g'ri. Har doim Yolg'iz qo'ymaymiz bir-birimizni. uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Vaqtinglarga ko'z tegmasin. Так что VIP damini olib turadi. Rahmat.